Tonirovka sohasida shug'ullanadigan, ya'ni antibli qoplamalarni yopishtiradiganlar hozir xursand qilamiz. Ushbu turdagi antibli qoplamalar aslida mumkinmi yoki yo'q? Keling birgalikda GAI xodimlarining fikrini bilamiz. GAI xodimi to'xtatdilar hozir. Mana bu antibiotikka o'tadimi yo'qmi tekshirmoqchilar. Okey. Men real o'zim ham bilmayman-da, necha? Mumkinmi? Mumkin, ha? Yursam bo'ladi. Bor. Standartdan o'tsa, urib yuraversa bo'ladi. Qorong'i ketmaydimi? Yo'q, ichkaridan yorib, tashqaridan shunaqa rang beradi faqat antibiotik. Ichkaridan bir xil. Ha. Bo'lgan kamandik. Rahmat qo'l. 78%. Mümkün mümkünmü? 70%, 70%'dan shunasi oldu. O'tamiz standartdan? o'tadi. Ko'rdingizmi mana? Foizini, mana to'g'ri. Ya'ni 82%. 82% orqali o'tkazamiz.